Assalomu alaykum. Janubiy Koreya iqtisodiyoti, xalqaro indeks va reytinglar. Bizda 3-qism. Xo'p, Janubiy Koreya xalqaro indeks va reytinglarda juda ham yaxshi natijalarni qayd etadi. Ushbu xaritada siz yashil bilan belgilangan hududlarda, agarda sizda Janubiy Koreya pasporti, ya'ni fuqarolik pasportiga ega bo'ladigan bo'lsangiz, 115 dan a, ziyod bo'lgan ushbu yashil bilan belgilangan hududlarga vizasiz kirib borish huquqiga egasiz. Pushti rangdagi davlatlarda esa sizdan viza talab qilinadi. Xususan O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Olov rangdagi hududlarga esa siz bemalol tashrif buyurishingiz mumkin, lekin u yerga borgandan so'ng esa siz vizani olishga majbursiz. Mana bu kabi och pushti bo'lgan joylarga esa siz elektron viza orqali ham chiqib borishingiz mumkin. Bu ko'rsatadiki, 3,8 daraja ko'rsatkich bilan Janubiy Koreya 17-o'rinni egallaydi pasport darajasi bo'yicha. Global Global Competitiveness Index reytingida esa Janubiy Koreya 2024-yil ma'lumotiga ko'ra 20-o'rinni qayd etadi. Ushbu grafik esa 2013-yilda 5,56 trillionni ko'rsatgan bo'lsa, 2014-yilda Janubiy Koreya yayim darajasi, 2018-yilda va 2018-yildan boshlab 2021 va 2024-yil oralig'idagi yayim darajasi Janubiy Koreyaning o'sish ko'rsatkichlarini ifodalaydi. Xususan, Janubiy Koreya barqaror rivojlanish maqsadlaridan xoli emas. Bunda birinchi maqsad qashshoqlikka barham berishda ham Janubiy Koreya o'zining ustuvor maqsadlarini amalga oshirmoqda. Ishsizlik darajasi Janubiy Koreyada juda ham past hisoblanadi. Hattoki qariyalar ulushi ham band aholi o'rtasida juda ham yuqori Janubiy Koreyada. Umumiy ish bilan band aholi 78% ni tashkil etadi. Keyingi maqsad bizda ochlikka barham berish, ya'ni ochlikni tugatish. Unda aholi to'yib ovqatlanmaydiganlar soni juda ham past hisoblanadi. Lekin Janubiy Koreyada ta'kidlab o'tish joizki, oziq-ovqat narxlari biroz qimmat hisoblanadi. Xususan go'sht mahsulotlari ham juda qimmat hisoblanadi. Buning asosiy sababi qishloq xo'jalik sektorining yaxshi rivojlanmaganligi bilan ifodalanadi. Uchinchi maqsad bizda sog'liqni saqlash. Sog'liqni saqlash Janubiy Koreyada rivojlanganligining isboti bu Janubiy Koreya tibbiyotining 3-o'rinda turishi hisoblanadi butun dunyo ko'rsatkichida. Uzoq umr ko'rish darajasi esa 83-84 yoshni tashkil etadi. Aholi tug'ilish darajasida, ya'ni chaqaloqlar agarda 1000 ta tug'iladigan bo'lsa, 2024 va 2025 ma'lumotlariga ko'ra 2 ta yoki 3 ta o'lim holatlari kuzatiladi va deyarli umuman kuzatilmaydi. Ta'lim sohasi Janubiy Koreyada juda ham yaxshi rivojlangan. Buning asosiy isboti qilib biz chet el fuqarolarining, ya'ni talaba fuqarolarining Janubiy Koreyani tanlayotganligini misol qilib keltirishimiz mumkin. Kuchli mingtalik oliygohlar qatorida Janubiy Koreyaning Seul Milliy universiteti, ya'ni Janubiy Koreya Milliy universiteti, Yonsei universiteti va Koreya universiteti kabi yuqori o'rinlarni egallovchi universitetlar borligini aytib o'tishimiz mumkin. Lekin ta'lim sohasi ham Janubiy Koreyada qimmat hisoblanadi va aholi birinchi bo'lib boshlang'ich, o'rta va yuqori sinf maktablarini tamomlagach universitetlarga qadam qo'yishadi. Gender tengligi ham Janubiy Koreyada yuqori ko'rsatkichlarni egallaydi va ularda lekin rahbar ayollar soni nisbatan hali hanuz kam hisoblanadi va Janubiy Koreya ayollar uchun eng xavfsiz davlatlardan biri hisoblanadi. Bizda keyingi maqsad bu toza suv va sanitariya. Toza suv har bitta davlatning eng asosiy maqsadi hisoblanadi va bunda Janubiy Koreya 100% toza ichimlik suviga ega mamlakat hisoblanadi. Mamlakatda toza ichimlik suvi darajasi shunchalik yuqori bo'lsa ham, uning o'zining aholisi kranlardan suv ichmaydi va ular toza sterillangan, qadoqlangan suvlardan iste'mol qilishadi va bu juda ham arzon narxlarda siz savdo bozorlaridan topishingiz mumkin bo'lgan
ravishda turadi Janubiy Koreyada. Bizda keyingi maqsad bu barqaror energiya. Barqaror energiyani rivojlantirishda Janubiy Koreya yashil energiya iqtisodiyoti va quyosh tizimi, quyosh panellari va shamol elektr energiyalarini hozirgi kunda keng qo'llamoqda va bizda keyingi maqsad bu ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish hisoblanadi. Janubiy Koreyada iqtisodiy ish o'rinlari hozirgi kunda sun'iy intellektdan foydalangan holda va yangi ish o'rinlarini amalga oshirilmoqda. Va shu bilan birgalikda bizda keyingi maqsad bu infratuzilma va infrastrukturalar hisoblanadi. Internet qamrovi Janubiy Koreyada deyarli 100% tashkil etadi. Xususan Janubiy Koreyada bino tuzilmalari ham juda ham rivojlangan. Yosh-u qari internetdan birdek foydalanadi va aholining asosiy qismi esa Janubiy Koreyada shahar hududiga to'g'ri keladi. Istiqomat qiluvchilar soni. 10-maqsadda biz tengsizlikni kamaytirishni ko'rishimiz mumkin. Xususan Janubiy Koreyada ayollar uchun birmuncha yengilliklar yaratilgan. Bulardan biri bu hattoki ayollar uchun mo'ljallangan NH ya'ni IUA degan ya'ni universitetning mavjudligi ayollar uchun va ayollar bandligi 60% tashkil etadi. Bu anchagina rivojlanib qolgan Janubiy Koreyada yo'nalish hisoblanadi va bizda keyingi maqsad bu aholi yashash joylarini barqarorlashtirish, shaharlashtirish hisoblanadi. Urbanizatsiya darajasi Janubiy Koreyada juda ham yaxshi rivojlanib bormoqda. Uy ta'minlanganligi juda ham yuqori. Lekin shuni ta'kidlab o'tish joizki, Janubiy Koreyada uylar juda ham qimmat hisoblanadi. Shuningdek, uylar asosan kichik hajmda bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan asosiy aholi ulushi uy bilan ta'minlanganligini ko'rishimiz mumkin. Va bizda keyingi maqsad bu maishiy chiqindilarni qayta ishlash va ularni kamaytirish bilan bog'liq hisoblanadi. Sanoat resurslarini samaradorligini oshirish va shu kabi chiqindini qayta ishlovchi fabrikalarni ko'paytirish bilan bog'liq hisoblanadi. Bizda iqlim o'zgarishlariga bo'lgan talabni ko'rishimiz mumkin. Bunda Janubiy Koreyada issiqxona, gaz issiqxonalari va yo'qolib borilayotgan o'simliklarga bo'lgan e'tibor Janubiy Koreyada keskin oshib bormoqda hozirgi kunda. Va bizda 14-maqsad dengiz osti hayotini asrash hisoblanadi. Janubiy Koreyada qishloq xo'jaligi pastligi bois ular asosiy iste'moli keyingi o'rinda baliqchilik sohasiga to'g'ri keladi va baliqchilik sohasida ham Janubiy Koreya yuqori ko'rsatkichlarni egallaydi va u yerda turli xil bo'lgan dengiz osti mahsulotlarini topishimiz mumkin va dengiz usti va osti bo'lgan sanitariya qoidalariga Janubiy Koreya yuqori bo'lgan darajada e'tibor qaratishadi va bizda keyingi maqsad bu ekologiya indekslarini asrash, yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvonlarni asrab qolish va ular uchun qo'riqxona va issiqxonalarni ko'paytirish bilan bog'liq hisoblanib, bizda keyingi maqsadimiz tinchlik va adolat va kuchli institutlardir. Janubiy Koreya kuchli huquqiy demokratik davlat hisoblanadi. Unda huquqbuzarliklar juda ham past, 63 daraja bilan 32-o'rinni egallaydi korrupsiya darajasida. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Xususan siz Janubiy Koreyada biror bir qimmatbaho buyimingizni qoldirib ketadigan bo'lsangiz ham, u o'sha joyida siz olib ketmaguningizcha turaveradi yoki kerakli bo'lgan joylarga ma'lum qilinadi. Xo'p, bizda oxirgi maqsad bu barqaror rivojlanish yo'lida strategiya hisoblanib, rasmiy rivojlanish va xalqaro rivojlanish hisoblanadi. Bunda Janubiy Koreya yetakchi o'rinlarni egallaydi. Bizda keyingi slayd bu ilm-fan va texnologiya. Birinchi grafikimiz bizda erdik Janubiy Koreyada rivojlanib borishini ifodalasa 2015 va 2024 oralig'ida. Keyingi grafikimiz esa Janubiy Koreya texnologik savdo hajmini ifodalaydi. Texnologik savdo borasida Janubiy Koreya yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda, chunki Janubiy Koreyada IT hamda innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish juda ham yaxshi rivojlangan va xususan global
innovatsiyalar ko'rsatkichida Janubiy Koreya 10-chi o'rinni egallaydi. Bunda ichki 2, tashqi 3 va umumiy hisobda 5 bo'lgan darajani qayd etadi. Ushbu grafikda esa siz innovatsion rivojlanish indikatorini a, o'sib borayotganligini Janubiy Koreyanikini ko'rishingiz mumkin. Va bizda O'zbekiston va Janubiy Koreya munosabatlari juda ham yaxshi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi 1991-yilda mustaqil bo'lgandan so'ng Janubiy Koreya 1992-yilda 29-yanvarda bizning mustaqil ekanligimizni tan olgan va biz bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan davlatlardan biri hisoblanadi. Va birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov va hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev davrida ham ushbu innovatsion va texnologik salohiyatli hamkorlik hali hanuz davom etib kelmoqda va Janubiy Koreyaning O'zbekistonga kiritgan eksporti 2023 va 2024 oralig'ida grafikni ko'rishimiz mumkin. Bunda birinchida va 2023 va 2024 ma'lumotlariga ko'ra, mana ko'rishingiz mumkin. Janubiy Koreya bunda 5-o'rinni egallaydi va hozirgi 2025 oxirgi ma'lumotga ko'ra, 1,737,8 million dollardagi pul qiymati bilan O'zbekistonning chet el aylanmasi ko'rsatkichini egallab turibdi. Bizda keyingi slaydlarda adabiyotlar sharhlari, shu yergacha bo'lgan videolarda siz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarning aynan qaysi sayt yoki ma'lumotlardan ekanligini ko'rib, yanada chuqurroq o'rganib chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Janubiy Koreya mavzusida bizda qisqacha shular hisoblanadi. Rahmat.